Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun bizda mega skidkaga tushgan telefonlarni tanishib chiqamiz. Qani ketdik o'g'illar. Do'konimizga kelib olib, obzor qilib beraman ham. Obzor qilib berdingiz aka? Dunyo taniydi, bo'ldi. Assalomu alaykum Yasin Mobil. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Assalomu alaykum. Ularni Habdoni Shokirjon sog'inganlar uchun mana video chiqaring, Shokirjon mana. Men gapirib deganda gapirib. Bo'ladi ustoz. Hurmatli obunachilar, bizga mana bunaqa bejatirlarimiz keldi. Mayog'i dinozavrlar nimasiga o'xshaydi. Bu narsani mayog'ini bunday qistirib turib, Paniga qo'yib olib, mayog'iga zo'r qo'llaganingizga bu telefonni qistirib olaverasiz. Buni narxi 50 ming so'm, 40 ming so'mga qilib beramiz. Yasin Mobilda faqat bunaqasi. Gapir. Akalar, mana sizlarga A8 Samsung A8 Pro Max 7373. Narxini eshitsalaring, o'sha nimani o'zlaring to'xtatib bersizlar. Kulib gapiradi. Mana kulib gapiradi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bizda 400 ming so'mga Redmi 6 telefonlarimiz keldi mana. Menga qaranglar, xullas 500 ga beraveramiz. Agar obunachilar nomidan, Shokirjon nomidan chiqsa 450 ga ham beramiz, gap yo'q. Necha u? A8 Samsung. Menda mana A6 bor. Rahmat opa, 450 ming bas, 500 mingga beraveraman. A6 Plusi bu. Tiniq holatda. Gapir. A6 reklama qildim. Hozir ko'rsatdim. Men oltin narxini aytmaysiz aka? 400 ming dedim. Shunaqa mana. Bo'pti, 9 dan narxini aytaman aka men. Endi bu safar qimmatdan o'shiring. Hop, narxini eshitinglar buni. Karaoke dokumentlarigacha bor, ro'yxatdan o'tgan. Qatdan ro'yxatdan 400 ming so'mga beraveramiz. 400 ming so'mga beraveramiz. 400 dollar va so'mga mana. Hurmatli obunachilar, 400 mingga 400 ming qo'shsalaring 9 ni beramiz mana. Atkachatkalik olibda telefon. Batareykasi 5000 amper. Bundan bari qish ham kelyapti, mashinalardan kimlardir o'tib qolsa, ular turaydan ham qo'llaverasizlar. PUBG so'raganlar uchun, PUBG ga telefon so'raganlar uchun mana 60 FPSli nima Note 8 Pro. Yaxshi Shokirga necha pul qo'yib beramiz, ayting o'zingiz. Xo'p, 6 ga 128 talik Note 8 Pro 1 million so'mga chiqadi. 1 million so'mga beramiz. Shoshilib olinglar, avval bunaqa narx topolmaysiz. Pro 6 ga 128 talik. 1 million so'mga. Xo'p, menda endi hozir Note 13 bor ekan, 8 ga 256 lik. Hech ishlagan holatda 1 million 900 ming so'mga. Oxirgi modellar chiqayotganlarga mana. Ishlamagan. 256 lik. Ishlamagan-a bu? Yo'q, ishlamagan. Bu yangi ekan bu. Yangi beskarovka xolos prosta. Tarotasi yo'q, yangi. Xo'p, bu Note 11 mi 11? Qani? Million. Millionimiz 4 ga 128 talik 950 ming so'm. 950 ming qimmat emasmi aka? Note 8 Pro o'rnidan 1 million qilib berdi endi buni. 128 talik. Ha, 900 ming qilib bering. 900 ming bo'ldi. 900 ming so'm uchun. Mana shu bolani gapi yerda qolmasin. 900 ming so'mga olib ketasizlar. Shogird yangi bratishka bo'lib shogird nima qanaqa videolar chiqaraylik bo'lsa kommentariyaga chiqaraylik, ko'proq aytinglar. Shu butunlay shogirdlikka oson bo'laverar ekan. Qo'ydi ko'rasiz bular. Qo'ydi ko'rar akkancha. Короче, A12. 800 ming so'mga beraveramiz. Hurmatli obunachilar, Note 8 2021 korobka dokument 850 ming so'm. 800 ming so'mga qilib beramiz. Hech qayerda alishmagan. Eng qizig'ini aytayim, kamerani bundan olib keling. Mobodo Redmi Note 8 olasizlaring. Maytiga qara e'tibor berasizlar. Redmi yozuvi bor bo'lsa, Note 8 da mana Redmi yozuvi bor bo'lsa, alishmagan bo'ladi. Mobodo mashina yo'q bo'lsa, Redmi yozuvi yo'q bo'lsa, alishgan bo'ladi. Yo speklo yo ekman. O'zdan shu bilib kelsalar bo'ldi. Haliga namoyish qilaylik bu. Ancha-muncha ana boshlandi. Shokir akam xullas namoyishga tashladilar. Video ko'rish uchun, video oxirigacha ko'ringlar. Namoyishga xullas akamda mashinalari bor, o'shani tikyaptilar. Ammo ruschani tushunmaydilar. Aytasiz to'g'ri aytmaydi, ruschani tushunmaydilar, ammo tamayapti, nima deganini tushunibdilar. O'shaning uchun mashinalarni qo'yib yubordilar bitta. Minjiq mashinasi bor, короче, bir deganda soatda ham qo'yib yuboradi. Soatda ham qo'yib yuboradi. Soatda ham qo'yib yuborasiz. Tamayif eshitib ol, короче. Senga mana katta atvet. Do'konni ham qo'yib yuboriladi. Sen O'zbekiston uchun. Mashina qanaqa mashinaligi bilinmaydi. Nima bo'ldi? Pul yo'q ekan aka. Bor. Qanaqa pul?
Ha, bo'ldi, uni qo'ymang. Tamay o'zini yo'qotib qo'yib pullar ko'rsaga. Qo'yib ko'ring pastga. Xullas, obunachilar. Tamay aloqaga chiqaring Shokirjonga. Nomerlarni yozib qo'yamiz, pensionerga. Telegram kanalga yozib qo'yamiz. Telegram kanalga obuna bo'linglar, yangi telefonlar. Qana video, qana telefonlar chiqarishni aytsalaring, chiqarib beramiz, xudo xolasa. Sizlar bilan inshaalloh Begizat bilan Shokirjon bo'ldi. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaringlar. Sog' bo'ling.